Mana shu obunachilardan kelar 4 ming. Pul ekoni gapiring aka. 5 ming. Aka 5 minglik davri o'tdi. 4 ming bo'lsa naqd puli sanadi. Mana shu obunachilardan kelar 4 ming. 4700 aka bo'lish taqalgan. Aka 4700 qilmaylikda, pul ekon gapiraylikda, sotilgan narxini gapiring. 4600. 4600. Taqalgan 4600. Taqalgani. Shu 4600 da 50 ga o'tib berasizmi? Siz obunachilaringizga kelsa oldik. Gap yo'qda. Ko'rib turganlaringizda yangi robotchi Lacetti'ni sotuvda. Lacetti'miz yillari 2011-yil. Motorda hadoyda hech qanaqa ish yo'q ekan. Motorlar 1.8 lik. Boshimizda salon qismiga keladigan bo'lsak, salonlar ham akkuratni turibdi. Yana o'zlaringizga kamchiligini to'g'rilab olaverasizlar. Boshimizda bir Dehqon akamiz aytgan ekan, shu tayinrovka ham urmagan ekanlar. Ha, degancha. Yoqilg'i turlariga keladigan bo'lsak, o'sha siz bilgan bahaybat metan gaz ballonlarda turibdi. 4-paketlarni metanda ekan. Orqa qismlar zapaskalari ham bor, hamma narsasi joy-joyida. Boshimizda kraskasiga keladigan bo'lsak, bir 10-15% atrofida deydilar. Yana o'zingiz uchun tekshirib olaverasizlar. Hujjatlarda hech qanaqa muammo yo'qdi. Bemalol hamma narsa chiqadi. Generalni оформление xolasalar, prostoy daverniz ham chiqadi. Egalar oxirgi taqalgan narxi 4600 deydilar. O'shandan ham 50 ga o'tkazdim. Yana o'zingiz egasini qo'yinglar deb qo'l solib ko'rsangiz bir nimalar o'tishlari mumkin. Egalar nomerini qoldirganimizda bemalol o'zingizga kerakli ma'lumotlar yana so'rab olasizlar. Yangi robotchi obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'rlar hali sizlarni kutmoqda.